Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixar Abdurshid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. 12 dekabr Avstraliyaning Adelaide shahridagi Janubiy Avstraliya parlamentida maxsus yig'in chaqirilib, Avstraliya tashqi ishlar ministri Penny Wong, parlament a'zosi Tony Zappia, Avstraliya Uyg'ur Tangirtog' xonim-qizlar uyushmasining a'zolari va Adelaide yashaydigan bir qism Uyg'urlarning qatnashishida Avstraliya parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhining qurilganligi e'lon qilingan. Tashqi ishlar ministri Penny Wong va boshqa bir necha parlament a'zosi qatnashgan bu do'stlik guruhining qurilganligining xotir kuni marosimida parlament a'zosi Tony Zappia Avstraliya parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhining ochilish so'zini so'zlagan. Avstraliya Uyg'ur Tangirtog' xonim-qizlar uyushmasi bu do'stlik guruhining qurilishi uchun yillardan beri tinimsiz kuch chiqarib, bu haqda faoliyat olib berayotgan bo'lib, bu uyushmaning raisi Ramila Chanishev xonim mazkur do'stlik guruhining qurilish jarayoni va bundan keyin ilib boradigan faoliyatlar haqida tafsiliy to'xtalib, mundaq dedi. Avstraliya bek astamandıcı çünkü Avustralya'nınki economic trade alaqısı Xitay bilan bek güçlük. Sonrasında bek sozuldu. Hem de bu yılıymış biz qaytadan söylep jürüp hükümet bilen, politicianlar bilen, hükümetin adamları bilen sözlep jürüp mişer ekeldik. Pre-launch kichigini Adelaide'da qildi. Azraq kichik gruplarla qilmiz dedi. Bununla bizninki tashqi ishlar ministri keldi. Minister Penny Wong kelib billa congratulations deb boshlandı. Bunu az adam chaqiramiz deb. Hozir mahallada bo'lgankin Canberrada hukumat otomatida hozir xudoyim bir kelarjili ikkinchi oyda sitting deydi, hamda o'tirish deydi. Qaytadan Canberrada 2 haftalik faoliyatlar bo'ldi. Shu vaqtida ikkinchi oyga cho'ng tunishtirmoqchi. Bu jarayonda kelgusilar eng cho'ng qildigan ishimiz hozir majbur emgak bilan Uyg'urlar akirilib ketgan majbur emgak nimani to'xtatish Avstraliyaga shundaq mallarni kirgizmaslik uchun. Ikkinchisi bu Kanadaga o'xshash shu Magnitskydek sanction qilish pressure qilyapmiz. Avstraliya parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhining qurg'uvchilaridan biri parlament a'zosi Tony Zappia yillardan beri Uyg'ur masalasi va Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsanchiliklarni Avstraliya parlamentida o'tirib qo'yib kelayotgan bo'lib, u bu haqda Avstraliya parlamenti to'r betida e'lon qilingan bir nutqida mundaq degan: "Men Sharq Turkistonga berib boqmadim. Ammo mening Xitoyning Uyg'urlar qarta yurgizgan bostirishlarni ayblashning qonunli ekanligidan gumonlanishga hech qanday asosim yo'q. Men ko'rishgan kishilarning andishisining intayin haqiqiy ekanligini bilaman. Men Janubiy Avstraliyada yashaydigan bir qism Uyg'urlar bilan ko'rishdim va bu yerdagi Uyg'ur xalqining aytishicha 2017-yili 3-oydan boshlab oz deganda 1 milliondan jiq Uyg'ur atalmish tarbiyalash lagerlarida tutib turilgan. Bu yana jazo lageri deb ataladi. Ular u yerda jismoniy va ro'yi jihatdan xo'rlashga uchraydi. Teshilik Uyg'ur xalqi bo'lsa, erkin harakat qilish va fikr erkinlik huquqidan mahrum qilingan. Men Uyg'ur xalqining o'ziga xos mol tarixi, madaniyati, tili va diniy salohiyatga ega ekanligini bilaman. Men bu vaqtdagi andishlarimni hukumatning diqqatiga sundim. Shundaqla xalqaroning Sharq Turkiston vaziyatiga ko'ngil bo'lishni umid qilaman deydi. Avstraliyada yashaydigan peshqadam Uyg'ur ziyolisi Vatanparvar zot Ahmad Egambardi apandi bu do'stlik guruhining qurilishining tarixiy ahamiyatga ega ekanligini bildirdi. Ahmad Egambardi apandi mazkur do'stlik guruhining Avstraliya Uyg'ur Tangirtog' xonim-qizlar uyushmasining harmay, talmay lobbichilik qilishi, siyosatchilar bilan izchil aloqa olib berib, ularga Uyg'urlar vaziyatini tushuntirishidek jafoliq amkining natijasi ekanligini bildirdi. Avstraliyada taxminan 5000 dan jiq Uyg'ur yashaydigan bo'lib, uning janubiy qismidagi Adelaide'da 1200 dan ko'proq Uyg'ur bor ekan. Bu Uyg'urlarning mutlaq ko'pi 1980 va 2000 yillar orasida kelib, bu yerda ko'paygan. Ular o'z milliy madaniyati va milliy kimligini saqlash uchun tirishib, maktablar ochmoqda. Diniy va milliy xoslikqa, shuningdek vatanimizdagi Uyg'urlarning siyosiy va milliy kimligini qo'g'dashga oid turli faoliyatlarni davomlashtirmoqda. Xitoy hukumati har xil usullar bilan Uyg'urlarni assimilyatsiya qilishga tirishayotgan bugungi kunda muhojiratda Uyg'ur madaniyatini qo'g'dash va dunyo jamoatchiligiga to'nishtirish maqsadida Maras nomidagi Yipak yo'li ansamblining 6 shahar konsertining eng oxirgi maydon o'yini Anqara shahrida ko'rsatildi. Asosliq naqshchi va aktiv faoliyatchi Rayma Mahmud, asosliq sozanda Uyg'ur musiqalarini tadqiq qilguvchi professor Rachel Harris qatorliqlardan tarkib topgan 6 san'atchi qo'llaridagi Uyg'urcha sozlari
rangdor atlas kiyimlar va Uyg'ur do'ppilari bilan sahnadan o'rin olib, 1,5 soat maxsus konsert berdi. Ularning Anqara Universiteti Til tarix Jug'rofiya fakultetining zalida o'rindigan Uyg'ur muqomlari va naqsh musikalari tomoshabinlarni jalb qilgan bo'lib, guldiras olqish sadolari to'xtamadi. Navbatda hokimiyat beshidagi Oq partiyadan bo'lgan parlament a'zosi Osmon Mastan apandi konsert boshlanishidan burun ichilish nutqi so'zladi. U bundoq boy madaniyatga ega bir millat o'z taqdirini o'z belgilash kerakligini ta'kidlab mundoq dedi. Uyg'urlar tunji bo'lib islom dinini qabul qilgandan keyin islom tarixiga zo'r tuhfalarni qo'shgan va buyuk olimlarni yetishtirgan ulug' bir millatdir. Uyg'urlar uzun yillardan buyon Xitoy zulmi ostida turayotgan bo'lsa-mu, o'z madaniyatidan voz kechmadi. Shundaqla assimilyatsiya bo'lmasdan vatan va millat ishqi bilan dunyoning har qaysi joylarida kuchli muhojirlar to'pi barpo qilib, bizdek turkiy millatlarni faxrlantirayotgan bir millatdir. Xudoyim buyursa, Uyg'urlar eng yaqin zaman ichida Türk islom madaniyatida qayta o'rin oladi. Türk dunyosi tarixda ko'rilib boqmagan shaklda o'zaro yaqinlashyapmiz. Türk davlatlari o'rtasidagi hamkorlik kuchaymoqda. Men Uyg'ur qarindoshlarimizning o'z taqdirini o'z belgilaydigan kunlar yaqinlashdi deb o'ylayman. Konsert jarayonida doktor Ahmad Ozan Baysal apandi tomoshabinlarga o'z bilan tang sahnada musiqa o'rindag'uchi san'atkorlarni tanishtirib o'tdi. Uyg'ur musiqasini tadqiq qilguvchi professor Rachel Harris xonim dutar bilan, Dilzod Turdi dop bilan, Lichong G'ijak bilan, Shehratnur Ravob bilan sahnadan o'rin oldi. Ular Rayma Mahmud xonim aytgan Yaro, Tarim naqshisi, Oy bilan kun yar sana, shundaqla Navo muqomining Julasi qatorliq Uyg'ur naqshlariga voyaga yetkazib, musiqa bilan tankash qildi. Ipak yo'li ansamblining 6 shahar konserti 9-oyning 1-kuni Belgiyaning poytaxti Bryusselda boshlangan bo'lib, Turkiya poytaxti Anqarada oxirlashdi. Ipak yo'li ansamblining asosli naqshchisi, san'atkor va aktiv faoliyatchi Rayma Mahmud xonim konsert haqida to'xtalib, mundoq dedi: "Biz vatandagi 6 shaharni aslash yuzasidan konsertning nomini 6 shahar konserti deb qo'ygan edik. Bu konsertni qo'yish safariga otlanishdagi maqsadimiz bo'lsa, dunyoga Uyg'ur san'atini tanishtirish, shu shaharlardagi Uyg'urlar bilan didor ko'rishish, har qaysi joylarda Uyg'ur davosini qilayotgan yoki san'at bilan shug'ullanayotgan san'atkorlar bilan fikr almashtirish va u davlatlardagi san'atkorlarimiz bilan birlikda o'yin qo'yib, Uyg'ur milliy san'atini tanishtirish. 2017-yildan keyin har qaysi davlatlar va dunyo jamoatchiligi Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilikka uchragan hamda besilingan zaman ekanligini bilgan bo'lsa-mu, Uyg'urlarning parlaq madaniyatga ega millat ekanligini bilib ketmaydi. Şoňa Uýgur san'atini dunyoga tanishtirish uchun 6 shaharda konsert berdik. Rayma Mahmud xonim Bryussel, Parij, Stockholm, Oslo va Istanbul qatorliq shaharlarda konsert bergandan keyin 15 dekabr kuni oqshimi Anqarada bergan konsertning eng muvaffaqiyatli va eng yaxshi konsert bo'lganligini ta'kidladi. Janubiy Xitoy Atganlik pochtasi gazetining xabar qilishicha, 2019-yili Trump hukumati jazo e'lon qilgan Hikvision, ya'ni Haykang shirkati sobiq prezident Donald Trump ikkinchi qatim vazifa o'tashga tayyorlik qilayotganda, vatanimiz Sharq Turkistondagi yerlik hukumat tarmoqlari bilan imzolagan 5 turlik to'xtamni bekor qilgan. 14-dekabrdagi xabarda aytilishicha, mazkur shirkat vatanimizdagi tarmoq shirkatlari bilan tuzgan to'xtamni bekor qilgan bo'lsa-mu, buningdagi sabablar to'g'risida so'z qilmagan. Xabarda Hikvision shirkati Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi kun sari keskinlashayotgan texnik urushida qarmoq qilingan Xitoy texnik shirkatlarining biri deb ko'rsatilgan. Xabarda mundaq deyilgan: Hikvision shirkatining aytishicha, 2017-yili rayondagi yerlik hukumat bilan kelishim imzolagan bu shirkat rayonda buningdan keyin boshqa savdo faoliyatlari bilan shug'ullanmaydi. Xabarda Hikvision shirkatining vatanimizdagi Urumchi, Lopnor, Qaraqash, Guma va Keriya qatorliq joylardagi 5 elektron texnik shirkati bilan birlikda 2023-yili 3-oyda Amerika Savdo ministrligining qora tizimligiga kirgizilganligi tilga ilingan. Xabarda aytilishicha, Amerika sanoat va bexatarlik idorasi Hikvision shirkatini Xitoy hukumatining zo'r ko'lamli tutqun va bostirish harakatlariga, jumladan vatanimizdagi Uyg'ur va boshqa musulmon oz sonli millatlarni yuqori fan texnik orqali nazorat qilishda kishilik huquq dafsanchiligiga yordamlashgan deb ayblagan. Hikvision shirkati 2017-yildan tortib lagerlarga qamalgan Uyg'urlarni nazorat qilishda ishlatilganligi uchun Amerika 2019-yili uningga jazo e'lon qilgan edi. 2021-yili Angliya hukumati
Hökumət binalarında Hikvision kameralarını işletişini çekliken, Avrupa İttifaqı onu parlament binasından çıkarıp taşlagan idi. Hörmətli görürmənlər, yuqarıda diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qıtımlıq sanımızgacha ko'rishgacha aman bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.